Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana yana bir oshxona mebelini tayyorlab berdik, chiroyli qilib. Mana bu tarafida suv nasoslari bor, yonida kir mashinasi. Bu yoqlari xona qilib berdik. Mana bu rakvinasi, gazi. Keyin eng katta yangiliklardan biri mana bu ko'rgan bemohotingiz yetishga oddiy emas. Голосовой управляющий, ovozli boshqaruvlik. Salom Sevintage. Labbay, buyuring. Past tezlik. Okey, past tezlik. O'rta tezlik. Okey, o'rta tezlik. Yuqori tezlik. Okey, yuqori tezlik. Chiroqni yoq. Okey, chiroq yoq. Chiroqni o'chir. Chiroqni o'chir. Chiroqni o'chirish uchun past tezlik. Okey, past tezlik. Chiroqni o'chir. Okey, chiroq Endi yoq. ishga. Shovqini baland bo'lganda ovozni eshitishi qiyin. Shuning uchun shovqinni pasaytirgan yaxshiroq ishlar, chunki bu ovoz bilan ishlaydigan. Quvvatni o'chir. Okey, quvvat Juda zo'r. Tagidagi gazlari Fere firmasiniki. Bu ham yaxshi sifatli, mana e'tibor qilishingiz mumkin. Barcha funksiyalarga ega. Ustilari cho'yali bo'ladi. Ko'tarishga ancha mustahkam. Rakvinasi sifatli rakvina qo'yilgan. Kir mashinasi ham hammasi did bilan ishlangan. Mana bu kichkina mo'jaz tumishkilarimizga shunaqa variant qildik. Orasini ajratishimiz kerak, chunki bu plastik dekor bo'lgani uchun erib ketmasligi kerak va bemalol qozonli ham sig'ishi uchun shunaqa qildik. Bunga bemalol bunaqa kichkina eshiklik uchun biroz kattaroq bonkalar ketar ekan, keyin patnisga o'xshashgan narsalar bunaqa zonasiga taqilganda. Bu tarafi ham xuddi shunaqa. Kichkina narsalar uchun. Bu yoqlarda xonalar ichida polkalari bor. Barcha mexanizmi navodchik. Qo'shib pandalarni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli.